Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana bugun Imom al-Buxoriy majmuasiga kechki sayr uyushtirdik, oilaviy. Va xohlasa ko'proq video lavhalar ulashishga harakat qilaman. Kuzatib boring. Mana bu narsani sizlarga ko'rsatishni afzal bildim. Bu yüreğin derdi sensen, en güzel eseri sensen. Bense yolda deli sersem, düşünürdüm sen gelersen. Dokunmuşsan en derinden, benim ölümüm ellerinden. Akan yaşlar gözlerimden, süzülerdi izlerinden. Canım xəstə, qulaq səsdə, həzin notlar sənsən bəstəm. Aram yoxdur heç bir kəslə. Seni gezdim son nefeste. Canım xəstə, qulaq səsdə, həzin notlar sənsən bəstəm. Aram yoxdur heç bir kəslə. Səni gəzdim son nəfəsdə. Lay 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 lay. Son nefeste. Bu yüreğin derdi sensen, en güzel eseri sensen. Ben sayılda deli sarsam, düşünürdüm sen gelirsen. Toxunmusan ən dərində, Benim ölümüm ellerinden. axan yaşlar gözlərimdən. Süzülerdi izlerinden. Sen soruşma vaziyet nece. Ben bitmişem, tükenmişem. Ömrüm gelir sanki hece. Sonsuz yolda direnmişem. Canım xəstə, qulaq səsdə, həzin notlar sənsən bəstəm. Aram yoxdur heç bir kəslə. Seni gezdim son nefeste. Mingga yaqin olomon kechki sayrda. Muhtasham qad rostlab turibdi mana kechasi. Uzoqdan ham juda ham chiroyli ko'rinadi. Inshaalloh barchamizning qadamlarimiz yetib ziyorat qilish nasibi ro'za aylasin. Xohlasa ichkariga kirib nafl namozlarni o'qib chiqamiz. Beruniy.net taqdim etadi. Yüreğim gülmez sensiz, gözlerim görmez sensiz. Ya Habibi, ya Muhammed. Sen dertlere derman, dertli kalplere ferman. Ya Habibi, ya Muhammed. Yüreğim gülmez sensiz, gözlerim görmez sensiz. Ya Habibi, ya Muhammed. Sen dertlere derman, dertli kalplere ferman. Ya Habibi. Bu yerda lift joylashgan. Mana bu yerda ayollar tahoratxonasi. Kiraverishda chap qo'lda erkaklar va ayollar namoz zallari ko'rsatib qo'yilgan. Ichkarida odam juda ham ko'p. Yo'q, qaytdi. Yo'q, tashqarida ichkariga sig'magan edik hayit kunlari. Erkaklar namoz
zali. Ta'mirlangan joylar. Mana nafl namozlari yotib oldik. Maşallah. Ya çınarlar kalktı da. Çınarlar kalmak üzere. Bir vakit oldular. Shunchaki taraqqiy ekan, odamlar juda ham ko'pchilik bo'lib yoradi. Mana bu daraxtlarga qarang. Bu daraxtlar, ya'ni 550 yoshdan oshgan chinor daraxt. 16-asrga tegishli. Bizgacha faqat shu 5 asrlik daraxtlar qolgan. Qolgan eski binolar yetib kelmagan. Sobiq Sovet davrida tashlandi, xaroba juda bir ko'rimsiz joyga aylanib qoldi. 1956-yil Indoneziya prezidenti bu yerlarni obod qildi. Mablag'lar ajratdi. 1998-yil birinchi prezidentimiz obod etdi. Va rasman 20-mart sanasi mana shu yerda 5 yildan ziyod vaqt davomida yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan 10 ming kishilik masjid, umumiy 60 gektardan ziyodroq joyda majmua barpo etildi. Toshlari hammasi Gretsiyadan keltirilgan juda qimmatbaho toshlar. Ayol erkaklar alohida namoz o'qish imkoniyatlariga ega. Mana bu minoralarga qarasak, har biri 75 metrdan. 4 ta minora. Bu ham ko'p mehmonlarimiz ta'rif beryapti, Makka Madinadagi minoralarga o'xshayotgan deydi. Ayvonlariga 74 ta ustun bor. Buni bir ko'rganda yog'ochli bo'yib borib yaqinroqdan ko'rsak, Hindistondan keltirilgan juda qimmatbaho granit toshlardan mehmonlar, maqbaraga e'tibor bersak, 5 metr yerdagidan Ulug'zor Imom Buxoriy hazratlarining qabri. Maqbara 28 metr, eniga 14 metrdan ziyod. Mana bu yerga Zumrad toshlar, Hindiston, Eron, Yevropadan keltirilgan. Afg'onistondan keltirilgan 12 toshlar. Juda ham qimmatbaho toshlar. Biron marta bo'yoq ishlatilmagan. 4-5 yil davomida mukammal nafislik bilan bunyod etilgan. Mozaika. Qur'on oyatlari, tillardan yozilgan ekan. Mehmonlar, juda ham ko'p yaqinlarimiz Arabistonda haj umra ziyoratlarida hojilar hojidir kelgan, to'g'rimi? Borganlar biladi, Imom Buxoriyning yurtidan kelyapmiz. Imom Buxoriy hazratlarining izdoshlari, vatandoshlari keldi deyiladi. Arablar hurmat ko'rsatdi. Mehmonlar bilan iltifotlar ko'rsatgan. Biz aqllandik degan gaplarni eshitdik. Haqiqatda
faxrlansa arziydigan yurtda mana shunday ajdodlarimiz bor, to'g'rimi? Faxrlansa arziydimi? Mehmonlar kelinglar, ziyorat qilaylik, duo qilaylik. Ziyoratning eng go'zal joyi bu duoda deydi. Xalqdan duo qilaylik, videolarni o'chirib qo'yaylik. Xalqdan qilgan duo ijobat bo'ladi, jamoatning duosi ijobat bo'ladi. Ilohim, mana shu dargohlarda Alloh nasib etsin, yana bir bor ko'rishganimizda hojona, hojatda, hojakalar o'tkazish nasib bo'ladi. Safarlarimiz betaraf bo'lsin. Qilish maqsadlarimizdan kelgusida Buxoriy hazratlarimizdan boradigan ilmni solih solihlar farzandlardan bo'lsin. Kasallarga Alloh shifo bersin. Safardagilar safarlari befarq bo'lsin. Yana qayta kelib ziyorat qilishlar nasib bo'laversin. Ziyoratning eng go'zal joyi duoda edi. Tam o'zida shuni videolar berasiz. Ekskursiya xizmatlarimiz, Mahalliy turizm juda yaxshi rivojlangan va kechasi va kunduzi mehmonlar birday gavjum. Albatta mana shunday ajoyib qadamjoni ko'rish va ziyorat qilish maqsadida mahalliy turistlar juda ham ko'p. Ko'rib turishlaringiz mumkin. 12 ta viloyatdan mehmonlarimiz tashrif buyurishib, mana shunday go'zal qadamjoni ziyorat qilish uchun kelishmoqda. Va kun-u tun umuman farqi bo'lmayapti va mahalliy turizmga bo'lgan qiziqish ham insonlarda tobora ortib bormoqda.